Yurtim telekanalida Omon dasturi jonli efirda davom etadi aziz vatandoshlar va biz Ruslanbek bilan bejiz mana shu manzilga kelmaganmiz, chunki siz bizni kutyapsiz. Omadli tomoshabin aksiyasini navbatdagi g'olibini aniqlaymiz. G'olibimiz uchun ajoyib bo'lgan televizor sovg'asi tayyorlab qo'yilgan. Albatta xabaringiz bor, har kuni sovg'a salomlar Mening Yurtim telekanali tomonidan taqdim etib kelinmoqda. Hozir esa biz navbatdagi televizorning egasini aniqlash harakatidamiz. Demak, faol bo'lganlar, qoidalarni o'z vaqtida bajarayotganlar har kuni 16:00 dan 18:30 ga qadar ko'z uzmasdan Mening Yurtim telekanalini tomosha qilgan holda ekranlarda taqdim etilayotgan raqamlarni botga taqdim etayotganlar ballarni to'plashgan va bugun ular nomzodlar tariqasida o'sha maydonga kelib qo'shilgan. Maydonning ichidan esa bitta omadi kulganini aniqlab olishimiz kerak. Uning uchun esa monitorga qaraymiz. Demak, tasodifiy tarzda aniqlanadigan raqamlardan biri hozir bizga namoyish etiladi. Albatta, maxsus raqamlar generatori va biz bir nafar Mening Yurtim telekanalini omadli bo'lgan tomoshabinni aniqlab olamiz. 3, 2, 1 ketdik, marhamat. Xo'sh. Demak, dastavval kod aniq bo'ladi. 99lik. 92 84. Tabriklaymiz. Agar bizni jonli efirimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, raqamingizni tanib qolgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz va tez orada bizni g'olibimizning ism-shariflari va ular haqidagi ma'lumot bizga kelib tushadi va albatta biz ularga qo'ng'iroq qilib bu xush xabarni yetkazamiz. Albatta, mutaxassislarimiz juda ham tezkorlik bilan ishlashyapti. Raqam taqdim etildi-yu, bizga ma'lumotlar yetib keldi. Demak, tanishib olamiz. Bor. Muqaddamxon ismli muxlisimiz g'olib bo'ldilar. Ularga qo'ng'iroqni boshlasak bo'ladi. Bahodir, marhamat. Albatta, ularga qo'ng'iroq qilamiz. U 93 ballni qo'lga kiritgan ekanlar. Kechirasiz. 467. Aha, xuddi shunaqa. 467 bu juda ham katta ball aslida. Bu har bitta kunning raqamlarini e'tirof etgan holda botga yuborib borayotgan muxlislarimizdan biri bo'lsalar kerak. Andijonlik qadrdonimiz. Raqam o'chirilgan. Bizda ikkinchi raqam ham bor. Aynan siz aksiyada ishtirok etish uchun ma'lumotlarni kiritayotgan paytingiz sizdan ikkinchi zaxira raqam ham so'raladi va agarda mana shu u ham qoldirilgan bizga. Hozir qo'ng'iroq qilamiz ikkinchi raqamga. Ikkinchi raqam 1793. Demak, Muqaddamxon televizor sohibi bo'ldilar. Bizda chaqiruv gudoklari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin sizga. Kamoliddinova Muqaddamxon, sizga kim bo'ladilar? O'zingizmisiz? Ha, o'zimman kim? Nega buncha xursandsiz? Tinchlikmi? Televizor ko'ryapsiz. Nima bo'lyapti televizorda? Endi uyingizda yana bitta televizor bo'ladi sizni. Rahmat. Nimaga asosiy qoldirilgan raqam 9284 raqami ochiq? Bu bularning nomeri edi-da, bu o'zimning nomerim. O'zingiz raqamingizni birinchi yozishingiz kerak. Yo, bu o'zbekona hurmat bu. Gap bo'lishi. Gap bo'lishi mumkin emas. Muqaddamxon, sizni chin dildan tabriklaymiz. Mening Yurtim telekanali nomidan ajoyib televizor sovg'asi sizga muborak bo'lsin. Millionlab omadli insonlar ichida omad. Bugun sizga kulib boqqanidan biz xursandmiz va sovg'ani viloyat yoki bo'lmasam shahar markazlaridan yoki bo'lmasam aynan bizni manzillarimizdan kelib qo'lga kiritishingiz mumkin. Viloyat shaharlarda bizni manzillarimiz bor. Sizga bu haqida yana batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu manzillardan kelib sovg'angizni olib ketishingiz mumkin. Xo'p. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, tabriklaymiz. Muqaddamxonning kayfiyatlari bizga ham o'zgacha kayfiyat ulashmoqda. G'olib qadrdonlarimiz, sizda ham ana shunday kayfiyatni ko'rishni istagan bo'lardik qolgan teletomoshabinlarimiz. Uning uchun esa qoidalarni o'z vaqtida bajaring, aksiya ishtirokchisiga aylaning va eng katta yutuq 50 million so'm oldinda. Bu sizniki bo'lishi mumkin. Bu aksiya haqida endi xabar topganlar uchun bizda maxsus videorolik bor. Uni ko'rsangiz hammasini tushunib olasiz. Ketdik, birgalikda tomosha qilamiz. My5 ni ko'ring. 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening Yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni
soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi promobankbotga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.